Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Erondan hech narsa qolmaydi. Tramp Tehronni keskin ogohlantirdi. Rossiya yadro qurollari yana tashqariga chiqdi. Bu nimani anglatadi? Batafsil videoda. Kuba AQShning mamlakatga qarshi har qanday harbiy harakati qonli to'qnashuvga olib kelishidan ogohlantirdi. Eron uranni AQShga emas Rossiyaga topshirmoqchi. Endi esa batafsil. Yaqinlaringizni xursand qilishni xohlaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Erondan hech narsa qolmaydi. Tramp Tehronni keskin ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp urushni tugatish bo'yicha muzokaralar to'xtab qolgani sababli Eronni ogohlantirdi. U vaqt ketayotganini va mamlakatdan hech narsa qolmasligini aytdi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ular tezroq harakat qilsa yaxshi bo'lardi. Aks holda ulardan hech narsa qolmaydi. Vaqt g'animat, deb yozdi Tramp o'zining Truth Social tarmog'ida. Times of Israel nashrining Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu idorasiga tayanib xabar berishicha, ushbu bayonot 17-may kuni Tramp va Netanyahu o'rtasidagi suhbatdan so'ng paydo bo'lgan. 18-may kuni e'lon qilingan intervyuda Tramp eronliklar kelishuv imzolashni juda ham xohlayotganini aytdi. Sizga bir gapni ayta olaman. Ular kelishuv imzolashni juda ham xohlamoqda. Lekin ular kelishuvga rozi bo'lsa-da, keyin esa ushbu kelishuvga umuman aloqasi bo'lmagan qog'ozni jo'natdi. Men esa sizlar aqldan ozganmisizlar deyman, dedi Tramp Fortune jurnaliga. Eron 18-may kuni AQShning so'nggi taklifiga javob berganini ma'lum qildi. Washington bilan aloqalar Pokiston vositachilari orqali davom etmoqda. FP agentligi xabariga ko'ra, Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi brifingda shunday dedi. Kecha e'lon qilganimizdek biz o'z xavotirlarimizni Amerika tomoniga yetkazdik. Avvalroq Eron ommaviy axborot vositalari AQSh Tehron uchun hech qanday aniq yon bosishlar qilmaganini xabar qilgandi. Mehr axborot agentligi murosa qilmaslik muzokaralarni boshi berk ko'chaga olib kelishini yozdi. Aprel oyi boshida o't ochishni to'xtatish rejimi e'lon qilinishidan biroz avval ham Tramp xuddi shunday tahdid qilgan edi. O'shanda u agar Eron urushni tugatish bo'yicha kelishuvga rozi bo'lmasa, butun bir sivilizatsiya yo'q bo'lishini aytgandi. Rossiya yadro qurollari yana tashqariga chiqdi. Bu nimani anglatadi? O'z hududida Rossiya yadro qurollarini joylashtirgan Belarusda Moskva bilan hamkorlikda yadroviy o'quv mashg'ulotlar boshlandi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Mashg'ulotlar davomida Rossiya tomoni bilan hamkorlikda yadroviy o'q-dorilarni yetkazib berish va ularni qo'llashga tayyorlash choralarini amalda bajarish rejalashtirilgan, deyiladi Belarus Mudofaa vazirligi bayonotida. Vazirlikning bildirishicha, o'quv mashg'ulotlari harbiylarning mamlakatning turli hududlarida yadro qurolini ishga solishga tayyorligini sinovdan o'tkazadi. Asosiy maqsad Belarusdagi rejalashtirilmagan hududlardan turib jangovar topshiriqlarni bajarish qobiliyatini tekshirish va shaxsiy tarkibning malakasini oshirishdan iborat. Asosiy e'tibor yashirin harakatlanish, uzoq masofalarga ko'chish hamda kuch va vositalardan foydalanish hisob-kitoblarini mashq qilishga qaratiladi, deya qo'shimcha qildi vazirlik. Belarus, Rossiya, Ukraina va NATOga a'zo bo'lgan 3 ta davlat bilan chegaradosh hisoblanadi. Prezident Aleksandr Lukashenko 2023-yilda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishdan 1 yil o'tib, Rossiya taktik yadroviy raketalarni o'z mamlakatida joylashtirishga rozi bo'lgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ushbu qarorlarni qo'llash nazorati to'liqligicha Moskvada qolishini bildirgan. Urush davomida Putin Rossiyaning yadroviy qudrati haqida bir necha bor eslatib o'tdi. O'tgan haftada Putin Rossiya yil oxirigacha o'zining yangi Sarmat yadroviy raketasini foydalanishga topshirilishini ma'lum qilgan. Shuningdek, u Moskva o'z yadroviy kuchlarini modernizatsiya qilishda davom etishini aytgan. Belarus tomoni hozirgi o'quv mashg'ulotlari biron bir boshqa davlatga qarshi qaratilmaganini ta'kidladi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, bu mashqlar mintaqada xavfsizlikka tahdid tug'dirmaydi. Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel o'z mamlakatiga qarshi AQShning har qanday harbiy harakati qonli to'qnashuvga olib kelishidan ogohlantirdi.
Uning aytishicha, bu holat mintaqaviy tinchlik va barqarorlik uchun mislsiz oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bu haqda The Guardian xabar berdi. Kuba hech qanday xavf-xatar solmaydi, deb yozdi Diaz-Canel o'zining X'dagi sahifasida. Ushbu bayonot 17-may kuni Axios nashrida e'lon qilingan hisobotdan so'ng paydo bo'ldi. Maxfiy razvedka ma'lumotlariga tayanib yozilgan hisobotda Kuba Rossiyadan 300 dan ortiq dron sotib olgani da'vo qilingan. Shuningdek, Kubaning ushbu dronlardan AQShning Guantanamodagi harbiy dengiz bazasiga, Amerika harbiy kemalariga va Floridadagi Key West shahriga hujum qilishda foydalanish rejalarini muhokama qilgani aytilgan. Mavzu yuzasidan Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez ham alohida post qoldirdi. Uning ta'kidlashicha, Kuba dunyodagi har bir xalq kabi BMT nizomi va xalqaro huquq doirasida tashqi tajovuzdan qonuniy mudofaa huquqiga ega. Vazir shuningdek, Kubaga hujum qilmoqchi bo'lganlar buni oqlash uchun yolg'on bahonalardan foydalanayotganini aytdi. Washingtonning yarim asrdan beri dushmani bo'lgan kommunistik Kuba og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Yanvar oyida AQSh Kubaning o'sha vaqtdagi ittifoqchisi bo'lgan Venesuela prezidentini hibsga olgan edi. Shundan so'ng Washington Kubaga energiya resurslari yetkazib berishni to'xtatdi. Oqibatda so'nggi haftalarda mamlakatda yonilg'i zaxiralari tugadi. Elektr energiyasi esa ko'pincha kuniga faqat 1 yoki 2 soatgacha berilmoqda. Ikki davlat o'rtasidagi keskinlik so'nggi kunlarda keskinlashdi. 15-may kuni AQSh prokurorlari Kubaning sobiq prezidenti Raul Castroga qarshi ayblov e'lon qilishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Unga ko'ra, Castro 1996-yilda qutqaruvchi birodarlar gumanitar guruh tomonidan boshqarilgan ikkita samolyotning Kuba tomonidan urib tushirilishi bo'yicha ayblanmoqda. Hozirda 94 yoshda bo'lgan Castroga nisbatan bunday ayblovning qo'yilishi Trump ma'muriyati tomonidan Kubaga nisbatan bosimning jiddiy ravishda kuchayishini anglatadi. AQSh ma'muriyati orol hukumatini korrupsiyalashgan va samarasiz deb atab mamlakatda o'zgarishlar bo'lishini talab qilmoqda. Eron uranni AQShga emas, Rossiyaga topshirmoqchi. Eron ma'lum shartlar asosida boyitilgan uranni Rossiyaga topshirishga rozi bo'ldi. Bu haqda yangilangan kelishuv loyihasiga tayanib Al-Hadah telekanali xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Tehron yadroviy dasturini to'liq tugatish o'rniga uni uzoq muddatga muzlatishga rozi bo'lgan. Buning evaziga taxminan 400 kilogramm yuqori boyitilgan uran AQShga emas, balki Rossiyaga topshirilishi kerak. Telekanal manbasiga ko'ra, Eron urush davomida yetkazilgan zarar uchun AQShdan kompensatsiya talabidan ham voz kechishi mumkin. Shu bilan birga Tehron Washingtondan iqtisodiy imtiyozlar olishga intilmoqda. Shuningdek, Eron Hormuz bo'g'ozini bosqichma-bosqich ochishni taklif qilgan. Rejaga ko'ra, bo'g'ozdagi ehtimoliy mojarolarni tartibga solishda Pokiston va Ummon kafolatli ishtirok etadi. Eronning boyitilgan urandan voz kechishi Washingtonning Tehronga qo'ygan asosiy talablardan biri hisoblanadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov aprel oyida Moskva boyitilgan uran masalasini hal qilishda o'z rolini o'ynashga tayyor ekanini bildirgandi.